Bilasizmi nimaga Alchizon o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi? Chunki unga yoqilg'i kerak. Yoqilg'i bu treyderlarning umidlari emas. Bu asli likvidlikdir. Likvidlik banklar haqiqatdan qo'rqqanda paydo bo'ladigan puldir. Gaplaringiz qo'rqinchli kinolarning boshlanishiga o'xshayapti. Ozmas gapda grafik ko'rsataman, aynan shu grafik bilan men sizga isbotlab beraman. Ekranda 5 yil ichida Amerikaning 10 yil mobaynidagi bondlarini qiymati. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, Covid vaqtidan keyin bu bondlar anchagina ko'tarilib ketgan va bu yerda ya'ni 0% sotib olganlar hozir yaxshigina ziyoda turibdi. Buni hisobida banklarni ham aytsak bo'ladi, ularning sotib olgan obligatsiyalari hozir axlatga aylangan. Xuddi shunaqa. 2020-2021-yillarda bu obligatsiyalar 0% dan bitta sotilgan. O'sha vaqtda juda ham bitta xavfsiz aktivlardan biri edi. Lekin Fed bitta hozir stavkasi 5 dan yuqori bo'lganiga bular 20-30% arzonga sotilyapti. Videodagi Fed foiz stavkasi bu oddiy qilib aytganda pulning ijara narxi. Fed foiz stavkasi ko'tarilsa, banklarda qarz olish qimmatlashadi. Fed foiz stavkasi tushsa, banklarda qarz olish arzonlashadi. Qanaqangi holatlarda Fed foiz stavkasi ko'tariladi, qanaqangi holatlarda tushadi? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Raqamlarga keladigan bo'lsak, asosiy zarar $1,5 trillion ga teng bo'lyapti hozir. Bu aktivlarning hammasi hozir balansda. O'z vaqtini kutyapti. Keling shu narsani amaliyotda ko'raylik. Men sizga hozir bank indeksini ko'rsataman, KBE bankining indeksini. Grafikda ko'rishingiz mumkin, bizda 2020-yilda katta inqiroz bo'lganda, o'sha banklar o'rtasida katta inqiroz bo'lganda, bizda narx yaxshigina tushish bergan, ko'rishingiz mumkin 2020-yilda. Undan keyin bizda 2023-yilda ham yaxshigina inqiroz bo'ldi. Unda ham narxlar yaxshigina tushdi. Buni ham ko'rishingiz mumkin, belgilab qo'yaman. Xo'p, bizda 2020 hamda 2023-yilda yaxshigina tushishlar bo'lgan. Endi S&P 500 ni ko'radigan bo'lsak, S&P 500 grafikini ko'radigan bo'lsangiz, maksimumlardan juda ham yuqorida yuribdi. Bu degani bank tizimi hali o'zini tiklagani yo'q. Sodda aytganda bozor baqiryapti. Unda nosozlik bor. Hozircha sabr qilishyapti. Fed ularga BTFP bitta yordamida mohiyatda ularga yordam qildi. Shu sababli ular hozirda zararda turgan obligatsiyalarni sotishgani yo'q. Bu xuddiki cho'kayotgan odamga sun'iy nafas apparati orqali jonlantirishga o'xshaydi. Yangi zarba bo'lmasa, banklar yillar davomida qiynalishi mumkin. Tizim bitta kasal bo'lganda Alchizon hech qachon bo'lmaydi. Tizim kasal emas, infarkt kerak. Shu joyda men sizdan kelisha olmasam kerak. Bitcoin dominatsiyani ko'rsatkichlarga qaraydigan bo'lsak, Videodagi Bitcoin dominatsiya tushunchasi bu kripto bozordagi umumiy pullarning qancha foizi Bitcoinda turganini ko'rsatadigan ko'rsatkich. hozir 58% turibdi. Bu degani marketdagi pullar, bozordagi pullar hozir 58% Bitcoinda yotibdi. Agar bu 50% dan tushmaydigan bo'lsa, qolgan aktivlarga ham ta'sir ko'rsatmaydi. Keling, men sizga buni soddaroq tushuntirib beraman. Agar siz aytayotgan o'sha bank tizimida nosozlik bor deyotgan gapingiz to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, bironta odam bor bankdan pulni olishni xohlab, agar bank unga pulni qaytarib bera olmasa, o'shanda bu Bitcoinning qiymati 50% dan pastga tushib ketish ehtimoli bor degani. Mana ko'rishingiz mumkin, men bitta 50% lik qo'llab-quvvatlash chizib qo'ydim. Agarda o'sha banklar odamlar so'raganda pulni qaytarib bera olmasa, keyin o'sha Bitcoindagi aktivlarni sotganda bu 50% dan tushib ketish ehtimoli bor. Va keyin boshqa xalqlarga pul o'tishi mumkin. Ularga global inqiroz shart emas, mahalliy vahimani o'zi yetadi. Mahalliy vahima deb turib, CVB ga o'xshagan bankrot bo'lgan banklarda aytyapsizmi? Xo'p, mana CVB banki bankrot bo'ldi. Nima bo'ldi? Alchizon boshlandimi? Yo'q. Bank hamma yugurdi, pulini bitta omonatlarni olishni boshladi. Alchizon boshlangani yo'q. Nima bo'ldi? Feres nima qildi? Fed nima qildi? Hech qanaqangi bitta QE e'lon qilgani yo'q, ya'ni pul bosgani yo'q. Videodagi QE markaziy bankni iqtisodiyotga yangi pul kiritish jarayonidir. Odatda markaziy banklar foiz stavkasini tushirish orqali iqtisodiyotni boshqaradi. Stavka tushsa, ya'ni kredit arzonlashadi va biznes rivojlanadi. Oddiy qilib aytganda, naqd pul pechet qilinishi. Shunchaki bitta arzon kreditlar alohida aynan shu bank uchun ajratdi va qat'iy choralar ko'rdi. Hammasi tinchlanib ketdi. Federal rezervda bitta indeksini oching. Feres balansda pasayishda davom etdi. Likvidlik o'smadi, aksincha kamaydi. Pul chopish haqiqiy bo'lmasa, har qanday o'sish soxta bo'ladi. Gaplaringizga qo'shilaman, lekin Ethereumni Bitcoinga nisbatan grafikini ko'radigan bo'lsak, o'sha 2023-yil mart oyida Q, ya'ni pul chopilishi kutilmayotganda ham 15% o'sish bergan. Bozor kutilmalari amalga oshmayapti. Ya'ni treyderlar Fed qachon pul chopadi deb kutib o'tirishmaydi. Ya'ni bankda qanaqadir tizimida muammo ko'rishdimi, sira savdoga kirishadi. Buni grafikdan ko'rsangiz bo'ladi.
Ya'ni makro hisobotlardan bu grafiklar ancha tez ishlaydi. Bozor kutilmalaridan iborat degan gapingizga qo'shilaman. Lekin Ferez bu vaziyatda tasdiqlanmasa, har qanday o'sish buqalar uchun tuzoq bo'lishi mumkin. Mana misol o'sha 2023-yil martdagi 15% o'sishdan keyingi qulashni ko'rishingiz mumkin. Esda tuting, 2021-yildagi alt sezon qachon sodir bo'lgan? Qachonki Fedni balansi 4 trillion dollardan oshganida sodir bo'ldi. Bu o'zini o'zi bo'lib qolmadi. Bu shunchaki sababsiz o'sishlar emas. Bu iqtisodiyotga yordam beradigan muolaja. Ha, gaplaringiz to'g'ri ekan. Totulichni tarixiy grafiklarda qaraydigan bo'lsak, aynan 2021-yilda narx yaxshigina ko'tarilish bergan. Lekin menda bitta savol bor. Kuy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bunga sabab nima bo'ladi? Aynan shu savol meni qiziqtiryapti. Ikkalamiz ham bilamizki, kuy bo'lish uchun yaxshigina sabab bo'lishi kerak. Ya'ni jiddiy sabab bo'lishi kerak. Bu sabab nima? Jiddiy bir sabab bo'lmasa, Fed bosmaxonasini ishga tushirmaydi, ya'ni o'sha pul chop etmaydi. Mana masalani eng qiziq joyiga yetib keldik. Banklardagi bomba o'z harakatini boshladi. Egri chiziq teskariga o'zgardi. Bank indeksi kasalligi aniq. Bu bomba qachon portlaydi? Balki 1 yildan keyin portlar yoki ertaga. Bu bombani portlashiga nima sabab bo'ladi? Pandemiya, terakt yoki ijtimoiy tarmoqlardagi vahima. Ha, bizda 3 ta ssenariy bor. Ya'ni 3 ta qora oqqush. Videodagi qora oqqush atamasi hamma narsani ostin-ustun qilib yuboradigan hodisa. Ya'ni misol tariqasida aytaman, koronavirus pandemiyasi yoki 2008-yildagi global moliyaviy inqiroz, BTFP dasturi bo'lishi mumkin bo'lmagan hodisa. Qaysi biri birinchi uchib keladi? Qaysi biri birinchi uchib kelsa, altcoinlar qayerga ketishi aniq bo'ladi. Mana shu yer bizga juda ham qiziq. Yuring aka, tashqariga chiqib gaplashaylik. 3 ta ssenariy bo'ladi deng. Kasallik, terakt, bank vahimasi. Qaysi biri Fedni pul bosib chiqarishiga undaydi va banklar qulashiga deb o'ylayman. Ya'ni nima uchun desangiz, chunki juda ham tez va inson jonini talab qilmaydi. Banklar qulashi deng. Ha. Bu juda ham tez bo'ladi. Banklar qulashi, ya'ni bankka yugurib pulimni olib qoch degan narsani aytyapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa aka. Buna bo'ladigan bo'lsa, Ferez buni tezda yopdi qilib yuboradi. Qanday? Bu narsa uchun QE-da e'lon qilish shart emas. Arzon kreditlar beradi yoki-da bu qonunan qanaqadir cheklovlar qo'yib qo'yadi. Ya'ni bu hech qanaqangi sabab bo'la olmaydi. Mana misol uchun CBB bankini ko'rdik. Quladi. Odamlarga omonatini qilib bera olmadi, lekin Fed nima qildi? Shunchaki aynan shu bank uchun pul ajratdi xolos. Fed balansi qisqardi, lekin haqiqiy o'sha pul pechat qiladigan mashina ishga tushish uchun iqtisodiyotni haqiqatdan to'xtatadigan biron bir sabab kerak. Buning uchun bizga X kasalligi kerak. X kasalligi Tizimli inqiroz juda ham ko'p vaqt oladi. Alt sezon esa juda ham ko'p kuta olmaydi. Ochko'zlik va qo'rquv indeksini qarang. 2023-yilda mart oyida 30 ga ko'tarilib ketdi. Bu juda ham katta qo'rquv edi va Bitcoin narxi yaxshigina pasayib ketdi. Bu juda ham katta qo'rquv edi. Ammo oradan 1 oy o'tib Bitcoin narxi ko'tarilishni boshladi. Ochko'zlik va qo'rquv indeksi ham yaxshigina ko'tarilib ketdi. Ertaga ijtimoiy tarmoqlarda yana qandaydir vahima boshlansa, misol uchun bank tizimida deylik, bank tizimida yana qanaqadir vahima boshlansa, bu esa Bitcoinda orada ozroq pauza ushlanishi va ochko'zlik va qo'rquv indeksi ko'tarilishiga olib keladi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin Bitcoin yana ko'tariladi. Hech qanday pandemiyasiz ham. Bank agar inqirozga uchraydigan bo'lsa, xuddiki 2008-yil kabi. Unda odamlar naqd pulga yopishadi. Bu holatda tilloga ham o'tishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsangiz, aynan mana shunaqangi inqiroz vaqtlarida kriptovalyuta bu eng xavfli cho'qqisi bo'ladi. Tushunarli. Altcoinlar faqatgina qo'rquv o'rnini ochko'zlik egallaganda ko'tariladi. Boshqa holatda emas. Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha yangicha Covid kasalligi bo'ladi demoqchimisiz? Yana hamma uyda o'tiradi, ko'chaga chiqish yo'q. Oddiy aytganda davlat qaramog'ida bo'lib qolamizmi? Yagona ssenariy ham shundan iborat. Mana 2020-yilda 1,5 yil davomida Fed aynan shu pandemiya tufayli 4,5 trillion dollar pul chop qildi. Va bu pullarni odamlar ijara haqqiga yoki oziq-ovqatga ishlatishmadi. Ular Robinhood, Coinbase yoki DeFi ga o'xshagan narsalarga sarflashdi. Sizdan chiqarmang. Alt sezonda asosiy formulasi bu odamlar uyda o'tirishi va tekin pul. Agar Covid emas, terakt bo'lsa-chi, Yaqin Sharqdagi urush, neft narxi $150 bo'lib ketishi
inflyatsiya 10% ga oshishi. Yaqin kunlarda demaylik, oxirgi yillarda Amerika o'ziga juda ham ko'p dushmanlar orttirdi. Agar shunaqa bo'lsa, terakt bo'lsa nima bo'ladi? Unda alsezon bo'lmaydi. Umumanmi? Yaqin Sharqdagi urushda deysiz, xo'p, umuman urush deylik. Bu hozir nimaga ta'sir qilyapti? Bu neftga ta'sir qilyapti. Va shundan kelib chiqib bitta inflyatsiya paydo bo'lyapti. Bu inflyatsiya pul ko'pligida emas. Bu hayotimizga zarur bo'ladigan barcha mahsulot yoki tovarlar yetkazib berilishi nima orqali? Neft, ya'ni benzin orqali yetkazib beriladi. Shu sababdan qimmatlashib ketdi. Agar hozirgi vaziyatda Fed bitta pul chop qiladigan bo'lsa, inflyatsiya tushish o'rniga bitta yanada oshib ketadi. Va bu degani Amerika o'zini o'zi o'ldirishni boshlaydi. Bu holatda nima qutqaradi degan bo'lsangiz, foiz stavkani baland ushlash, davlat obligatsiyalariga pul tikish yoki oldinga pul tikish. Kriptovalyutada Bitcoin o'zini raqamli tillo sifatida ushlab qolishi mumkin, lekin altcoinlar nolga aylanadi. Chunki benzin narxi $10 bo'lganda investor hech qachon mem coin sotib olmaydi. Mantiqan to'g'ri, neft oshsa, dollar ham oshadi, altcoinlar pasayadi. Keling siz bilan dollar indeksini ko'ramiz. Mana dollar indeksini ko'rdingizmi? Neft narxining oshishi dollar indeksini oshishiga olib keladi. Dollar indeksi oshishi esa total uchun halokat. Altcoinlar tushmoqda, saxsiz. Shuning uchun 3 ta ssenariyda ikkitasi kasallik bilan banklar qulashi, bu alsezonga chorlaydi. Lekin bittasi urush va terakt esa umuman alsezon bo'lmaydi degani. Agar kimdir sizga urush vaqtida alsezon bo'ladi desa, bilingki, u odam hech qachon makroiqtisodiyotni tushunmagan. Unday bo'lsa savol tug'iladi. Bunday vaqtda qaysi biri bo'lish ehtimoli yuqori? Ya'ni kasallik tarqashimi yoki bank qulashi? Banklarga yugur bu faqat vaqt masalasi xolos. Agar biron bir mashhur bank hozir jiddiy bitta muammo chiqaradigan bo'lsa, kimdir bitta pul so'rab borsa, pul bera olmasa va bu narsa ijtimoiy tarmoqlar ichiga ketib qoladigan bo'lsa, biron bir mashhur blogerga 48 soat ichida ijtimoiy tarmoq bu narsani vahimaga aylantiradi. Odamlar yugur bilan hamma bankka shoshib, o'z omonatlarini qaytarishni boshlaydi. Bu holatda Fed nima qiladi? Fed ayni o'sha bank uchun alohida kreditlar ishlab chiqaradi yoki-da qonuniy bitta qattiq choralar ko'rishni boshlaydi. To'xtang. Bitta bank emas, 3 ta yoki 10 ta bank bo'lsa nima bo'ladi? 2008-yilda ham Amerikada shu narsa bo'lgan-ku. Gaplaringizga qo'shilaman. Bitta CVB hech nimani hal qilmaydi. Bitta bank inqirozga uchrashi alsezon degani emas. Lekin 10 tasi bitta inqirozga uchraydigan bo'lsa, bu o'zi yangi 2020-yildagi holat. Chunki ikkala ssenariyimizda ham nima bo'lyapti? Kasallikda va banklar inqirozida ham Fed bitta o'z balansini ko'paytirishga harakat qilish kerak. Ya'ni nima? Pul pechat qilish kerak. Siz buni grafiklarda ko'ryapsiz. Men bu narsani makroiqtisodiy hisobotlarda ko'ryapman. Mana fresh balansi hozir pasaymoqda. Sekin-asta lekin pasaymoqda. Bu trend o'zgarmasa, alsezon bo'lishi mumkin emas. Hech qachon. Ana endi o'zingizga kelishni boshladingiz. Ya'ni ikkalamiz fikrimiz bitta joydan chiqishni boshladi. Shu narsani hisobga olgan holatda biz bu narsani tushunib yetdikki, ikkala holatda ham maqsad bitta. Pul chop etilishi, maqsad kuyi. Lekin bitta savol tug'iladi. Bu qanchalik tez bo'ladi? Balki bu narsa ertaga bo'ladi yoki-da 2 soat ichida bo'lib ketishi mumkin. Bu qanchalik tez bo'ladi va kim qancha jabr ko'radi? Shunisi qiziq. Shunisi qiziq. Xo'sh, siz bilan 3 ta ssenariy ko'rdik. Ya'ni kasallik, terakt va bankka yugurish. Bulardan ikkitasi alsezon degan ekan. Bittasi esa alsezonga qarshi. Agar alsezon bo'lishiga sabab bo'ladigan ikkita yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, pul qayerga keladi va eng shirin joyini kim oladi? Yoki-da kimdir bitta bo'sh qo'l bilan qoladi. Oshxonaga yuraylik, men sizga alsezonni retseptini aytaman. Qanday qilib tayyorlanishini. Qarang, hozir men sizga bittani ko'rsataman. Hech nima yo'q-a? Ha? Xuddi banklardagi pul yo'q kabi. Bu banklardagi pul yo'q emas. Bu hamma pul Ferestda bitta omborida. Prosta uni eshigini ochib turib, u pulni olib olish kerak, xolos. Prosta bu oziq-ovqatlar qachon tarqalishini bilmaysiz, xolos. Tarqalganda ham nima? Kimga nasib qiladi, bilasizmi? Kimga? Aniq siz bilan menga emas. Anonim kitlar haqida gaplashyapsizmi aka? Tezlashaylik, men bitta izlanish qildim-da.
yuzlik dominatsiya bilan yuzlik dominatsiyani kuzatdim. Ular oshgandan keyin o'zaro kechikishi bilan bir hafta, 2 hafta uzog'i bilan shu totiluvchi ham ko'tarilyapti. Bu degani bozorga pul kirishi demak bularning orqasidan kelyapti. Total 3 bu Bitcoin va Ethereumdan tashqari barcha kriptovalyutalarning umumiy balansi. Agar bozorga pul kirayotgan bo'lsa, altcoinlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Korreksiya mavjud, ammo siz sababga emas, oqibatga qarayapsiz. Pulni kim olib kiradi? $1000 puli bor trader emas. Ya'ni bu yerdagi katta bitta aktivlarni hammasini shu bankirlar, hedge fondlar arzon kreditlarni olib, OTC xususiy bitta birjalar orqali, hamyonlar orqali DeFi ga arzon kreditlar sotib olib turib, shunaqa qilib aylantirib olib kirishadi. Va ular milliard USDlarga ega bo'lishadi. Mayli deylik, nega ular aynan Bitcoin emas, altcoinlarga qarab savdo qilishyapti? Axir ular risk management yaxshi bilishadi-ku. Ha, to'g'ri, risk management yaxshi tushunishadi. Lekin Bitcoin uzoq borsa har bitta siklda 2x, maksimal bitta 3x beradi. Aha. Va boshqa kriptovalyutalar esa juda katta natija berishadi. Eng kamida 50x kutavering ularni. Ular xususiy bitta OTSlar orqali va DeFi protokol va albatta hamyonlar orqali o'z mablag'larini blokchainga olib kirishadi. Nimaga endi blokchain orqali deydigan bo'lsangiz, chunki blokchainda barchasi anonimlik. OX bitta manzili, ya'ni shu nom bilan boshlangan manzildan boshqa hech nima yo'q. Ismlar yo'q, familiyalar yo'q. Hammasi anonim bo'lyapti. Bu insiderlar uchun ancha qulay muhit. Ya'ni biz bu yerda altcoinlar haqida gaplashib turganimizda Wall Streetdagi yigitlar bitta majlisning zaliga kirib olib, qaysidagi qancha pul tikishlari va aynan qaysi yo'nalishga pul yo'naltirishlarini gaplashib, oldindan reja qilib qo'yishar ekanda. Mana masalan, qarang, Twel DeFi'da 2021-yilda eng kamida bitta $1 milliard dan $104 milliard gacha bitta pul kirgan. Endi qarang. Ular kriptovalyuta orqali shunaqangi bitta foydalar, ya'ni banklar bera olmaydigan bitta foydalar yaratishadiki, mana misol uchun oddiy bank O'zbekistonda qancha beradi yiliga? Misol 26-27% beradi. Lekin tasavvur qiling, kriptovalyutada shunaqa imkoniyat chiqyapti, yiliga bitta 1000% beradigan narsa chiqyapti. Oddiy farming orqali bitta tangani saqlaganingiz orqali siz yiliga 1000% topyapsiz. Kichik investor bu narsani ko'rib nima qiladi? Albatta, banklarda hamma pulini chiqarib turib, kriptovalyutaga kirgizadi. Altizon mexanizmi xuddi shunaqangi ishlaydi. Avval oshxonaga oshpazlar kirib turib, xuddi menga o'xshab turib, o'sha tarvuzni, shirin narsani bitta tayyorlashadi. Ifori bitta tarqagandan keyin och qolganlarga bitta nima to'plab turib berib yuboradi. Siz gapni tushundim. Ammo menda bunga qarshi dalil bor. Ya'ni aytdingiz, shu Twel'da o'sish bergan dedingiz, shundan keyin altcoinlarga yaxshi ta'sir qilgan dedingiz. Lekin bizda 2023-yilda Twel DeFi ko'tarilmadi. Alt mavsum sodir bo'lmadi. Banklar hali ham pullari bilan o'tirishadi. Buning sababi nimada? Ha, gapingiz to'g'ri. Sababi mana hozir men stakanga suv qo'ydim, to'g'rimi? Stakan ho'l bo'lib turibdi, ichida suv bor. Hop. Lekin bu altizon bo'lish uchun yetarlicha bitta suv yo'q. Tushunyapsizmi? Banklarga pul berilyapti emas. Lekin altizon bo'ladigan darajagacha yetarlicha pul berilgani yo'q. Ular o'lib qolmasligi uchun bitta ozgina pul berilib turilibdi. Altizon uchun esa bizga juda ham katta pullar kerak. Kreditlar berilyapti. Qancha bitta mablag'lar ajratilyapti, lekin bari ham QE chiqarilgani yo'q. Bu pullar DeFi ga yetib bormadi. Ular hammasi bank zaxirasida qoldi. Chunki har bitta bankda o'zining bitta javob beradigan joyi bor. Agar hamma pulni bitta DeFi ga pulga tiqadigan bo'lsa, keyin klient bitta pulini so'rab kelsa, pul yo'q. Qarang, gapingiz rost. 2023-yilda Bitcoin ustunligi pasaygan, lekin Ethereumni Bitcoinga nisbatan oshgan. Altizonni barcha belgilari bo'ldi, lekin totilish ko'tarilmadi. Bu degani yoqilg'i yetmadi degani. Sizning makro qarashingiz texnik tahlil tushuntirib bera olmagan narsalarni ham tushuntirib beryapti. Ana endi haqiqiy iqtisodchi kabi fikrlaydigan bo'ldingiz. Endi siz bitta grafikda yoki bozor holatini texnik tahlil bo'yicha emas, siz makro iqtisodiyot orqali bitta tahlil qilishni boshlaysiz. Altizon faqatgina grafiklarda emas. Altizon bu arzon kreditlar va katta bitta likviddan iborat. Siz bilan biz ikkilamchi bozorda savdo qilamiz, lekin bu bozorni birlamchi bozorni boshqaradiganlar boshqaradi. Demak, bizning vazifamiz tangani topish emas ekanda, ularni ovqat tayyorlash vaqtini topib, shunga qarab savdo qilishimiz kerak.
Fed balansi ko'tarilganda, Bitcoin dominatsiyasi qo'llab-quvvatlash darajasi yorilganda, shunda biz savdo qilsak bo'lar ekan. Kitlar foydani ichishni boshlaganda biz ham ular bilan birgalikda chiqib ketishimiz kerak. Chunki bu yerda tarvuzda qancha bitta atrofimizda ifori kelgani bilan lekin baribir tarvuz qolmadi. Demak, bizga aniq reja kerak. Ya'ni qachon kirishimiz, qachon chiqishimiz haqida oldindan reja qilib olsak va aniq nimaga e'tibor berishimiz kerak. Nazariyani bas qilaylik. Reja tuzish vaqti keldi. 3 raund o'zi ham bahslashibmiz. Banklar, kitlar, terakt, kasallik. Lekin tomoshabin bu narsa kerak emas tomoshabinga. Tomoshabinga bitta narsa kerak. Qachon yashil tugmani bosish kerak. Unga haqiqat kerak. Ya'ni qachon sotib olish kerak. Sel tugmasini qachon bosish kerak va albatta sotishni ham bilish kerak. Aynan qachon sotishni ham. Altizon bu bir lahza emas. Bu 4 bosqichdan iborat jarayon. Siz bular haqida birinchi kabinetda ham gapirgan edingiz. Birinchi bosqichimiz kutish. Bu bizga ishora qiladi. Ya'ni Bitcoin dominatsiyasi hozir bizda 58% da yuribdi. Qachonki bu 50% dan pastga tushadigan bo'lsa, 50% dan pastga tushadigan bo'lsa, shunda biz, mana biz belgilab qo'yganmiz, shunda biz foiz stavkalariga va albatta USD dominatsiyaga qarashimiz mumkin bo'ladi. Agar Bitcoin dominatsiyasi 50% dan pastga tushmayaptimi, asosiy qiladigan va yagona ishingiz USDga olib qo'yib faqatgina kutish bo'ladi. Arzimas gap so'zlarga aldanmang. Raketa o'tib ketayotgandek tuyulishi mumkin. Bu oddiy illyuziya xolos. Qachonki bozor qaytadi, makro burilish bo'lganda, uzoq muddatga sotib olishdan oldin albatta makro burilishni e'tiborga oling. Qachonki altcoinlarni top 10 taliga kirish mumkin? Buni ikkita belgisi bor. Birinchi belgisi bizda Bitcoin dominatsiyamiz 50% dan pastga tushishi. Ikkinchisi esa bizda Ethereum Bitcoin bitta juftligi bor. Ya'ni Ethereumda Bitcoinga sotib olish. Qachonki bu Ethereum Bitcoin bitta o'sishni boshlasa, bizda bu ikkinchi belgi bo'ladi bizda. Ya'ni bu top 10 talikda sotib olishimizga ikkinchi belgi bo'ladi. Asosiysi bitta, eng bitta nima desam ekan, sniperskiy bitta belgi bu yagonasi va asosiy belgilardan biri FRSni bitta balansi ko'tarilishni boshlasa yoki hattoki tushishdan to'xtasa ham bu degani bemalol siz top 10 ta altcoinga sarmoya kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'shningiz memcoin sotib olishni boshlayapti. 3-bosqich. Binance o'zida kirsanglar, ochko'zlik hamda qo'rquv indeksi bor. Ya'ni shu indeks 75 dan yuqorilagan vaqtda va Bitcoin dominatsiyasi 48 dan pastga tushganda va total 3 maksimumlarni yangilanishni boshlaganda shu joyda siz to'xtab, sekin aktivlaringizni sotishni boshlashingiz kerak. Aynan shu joyda kitlar o'z foydalarini yechishni boshlashadi. Ya'ni o'zi sotib olgan, allaqachon oldin sotib olgan tangalarni oxirgi kirgan o'yinchilarga yoki treyderlarga sotishni boshlashadi. Xullas, mohiyati nima deydigan bo'lsangiz, oxirgi olgan ulug' bo'ladi. Shuning uchun sizga 4-bosqich kerak. Bozordan chiqishingiz uchun oddiy signal bor. Ya'ni birinchi o'rinda Bitcoin dominatsiyasi tushishdan to'xtaydi va ko'tarilishni boshlaydi. Total 3 ko'tarilishdan to'xtab tushishni boshlaydi. USD dominatsiyasi ham ko'tariladi. Ya'ni bitta barcha altcoinlardagi pullar stabil coinlarga o'tayotgan bo'ladi va bayram tugagan bo'ladi. Bu yerda ochko'zlikka o'rin yo'q. Shunday sabablar, ya'ni belgilarni ko'rdingizmi, sraz bitta chiqib keting. Chunki siz yana kutadigan bo'lsangiz, portfelingiz bitta 2 barobar, 3 barobarga kamayib ketishi mumkin va hattoki kirgizgan sarmoyangizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Chunki bu holatda bu to'rog'i altizon tugashida birinchi bo'lib bitta kitlar chiqib ketishadi. Ularga kerak bo'lmagan tangalarni sotib olmang. Sizga altizon belgilarini aytib o'tdik. O'ylaymanki, bu sizga juda ham foydali bo'ldi. Agar sizga qaysi grafik holatida nima qilish kerak, hammasini bitta yozma ravishda yoki surat ravishda sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni hammasini men Telegram kanalimga joylab qo'yganman. Bemalol obuna bo'lib turib, bu imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladi.